Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Bu safargi mavzuyimiz O'zbekiston milliy terma komandasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro jurnalistlarga bergan intervyusi haqida bo'ladi. Cannavaro aytishi bo'yicha, Jahon chempionati biz uchun Osiyo Kubogiga tayyorgarlik jarayoni sifatida qarayotganini ta'kidlab o'tdi. Agar biz Jahon chempionatida yaxshi natija ko'rsatsak yaxshi, unday bo'lmasa o'z rejalarimiz bo'yicha davom ettiramiz. Cannavaro: men futbolchilarimga aytganman, oldimizda zabt etadigan katta cho'qqi turibdi. Shu cho'qqiga o'z bayrog'imizni o'rnatishimiz shart deb o'z so'zini yakunladi Fabio Cannavaro. Bu gaplardan boshim osmonga yetdi. Cannavaro cho'qqi deb atayotgani Jahon chempionatimikin deb o'ylayapman. Balkim O'zbekiston Jahon chempionatida sensatsiya ko'rsatishga qodirligiga ishongani uchun balandparvoz gapirmay, Osiyo Kubogi uchun tayyorgarlik deb atayotgani ajab emas.